Hurmatli kuzatuvchilarimiz, biz bugun yana mana Abdulla Qodiriy muzeyida tashkil etilgan mo'jazgina bir so'zanalar, kashtalar joylashgan bir katta zalda turibmiz. Kechagina bo'lib o'tgan o'sha muzeyga qaytib deb nomlangan ko'rgazma o'tgan zaldamiz. Mana qarshimda O'zbegim O'zbekligim nodavlat tashkiloti rahbari Mohira Sultonova turibdilar. Hozir bu kishi mana siz ko'rib turgan so'zanani tarixi, tikilishi, hozir menga aytdilar, bu so'zana juda qadimiy, lekin chala qolib ketgan deb. Hozir men so'zni Mohiraxonga beraman, marhamat, o'zlari tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum. Lutfiya opa, mana ko'pchilik kechagi tadbirimizda ham kelishdi, buni bittalab, maydalab qo'lda tikiladigan ish ekanligini bilishmas ekan. Shu to'lib turganiga bu mato shunaqa yoki gilamga o'xshab to'qiladi yoki o'sha dastgohda mato qilib to'qiladigan narsa deb o'ylashar ekanda. Endi bilishmaydi hozirgi yoshlar tugul, ilgarigi nimalar ham aynan o'sha Toshkent palagi mana shunaqa matoni to'ldirib tikilgani uchun ular bilishmaydi. Aslida o'zi mana bunaqa oq paxta ipak aralash mato bo'ladi. Mana karboz deyiladi. Mana shu qo'lda to'qilgan bu matolar ham. Shu matoga mana yaqinlashtirib ko'rsatsangiz, mana bunaqa naqshlar tikilgan ilgari mana naqshlari bor. Ko'rinar, ko'rinmas mana ko'rayotgan bo'lsa, ruchkalarda chizilgan o'sha siyohli. Ruchkami, qalami endi mana buni qarang, mana buni ko'rsangiz bo'ladi. Naqshlar chizilgan. Keyin mana qora iplarda tikilgan. Keyin qolganini mana bunaqa har xil rangli iplarda tikib davom ettirilganda. Mana endi buni chokka ko'ring. Mana shunaqa mayda. Mana yaqin qilib ko'rsatsangiz, ko'rinyapti mana. Juda mayda tikilgan. Haqiqatan bilmagan kishi buni gilam yoki bir material deb o'ylaydi. Chunki bu juda ham nafis, mana qalin ham emas ushlaganingizda. Aslida mana endi mana bunaqa chok bular hammasi bittalab ninada bitta mana shu nuqtalar har bittasi nina urilgan chok. Qo'lda nina ipda, ipak iplarda tikilgan. Mana bu ham ko'rayotgan bo'lsangiz, chala qolgan ish. Ya'ni mana hamma ranglar bitganda sariq ipga qolgan joyida mana bu Toshkent palaklarida asosan mana shu bardoviy, to'q qizil, qora, keyin mana bunaqa ochiq pushti rang deyiladi. Shu rang bilan sariq rang mana bu joylar sariqda to'ldirilgan. Mana shu joylari sap-sariq mana buni ko'rsatsangiz bo'ladi mana. Mana shu sariq joyi qolib ketgan. U to'liq varianti bitgan. Bu ham o'sha bitgan bo'lgan. Keyin mana bu o'rtalarida ham bu pushti ranglar qolib ketgan ekan mana. Bu qolib ketganda palaklarni ham mana nimaga bitmaganini ham bir tarix qilib gapirsangiz bo'ladi-da. Nima uchun shu bitmay qoldi? Chunki qizlarimiz tug'ilishidan shu 5-6 yoshga to'lganda hali sarpasini yig'ish boshlanadi. Bizdan ilgari o'sha 100 yil oldingi buvilarimizni aytishligi bo'yicha jamoat bo'lib o'sha xolalar, ammalar, buvilar yig'ilishib so'zanani boshlashgan. O'sha duo fotihalar qilib, o'zini irimlari bo'lgan rasmlarini chizishgan, o'sha niyat qilib haligi bir anmezda aytib berdim, bu so'z ona deyilganini, so'zana emas, bu so'z ona, onani so'zi degan. Onani so'zi. Onalar o'sha o'zini farzandiga, nabiralariga o'zlarini niyatlarini tikishgan. Bu o'sha rasm chizishdan boshlangan. So'zanaga har bitta oilani o'zini dizayni bo'lgan. Shuning uchun ham bitta so'zini ikkinchisiga o'xshamaydi. Ana rasmlari, mana naqshlarini ko'rsangiz, palay. Toshkentda so'zana emas, palay deyiladi. Palay so'zi ham o'sha mana oy, mana bu o'rtada yulduz va yana har xil o'sha geometrik figuralar, osmon jismlarining figurasi deyiladi. Falak degani, endi o'sha falakli gardishi, ilgari o'sha she'rlardan olingan, oila tuzilganda har xil niyatlar qilingan. Shu niyatlarning hammasi palaklarimizga joylashtirilgan. Va o'sha boyagi aytganimdek, nimagadir mana bu boshlangan palay to'xtab qolgan. Bu boshlangan palay oxirigacha yetmay qolgan. Qanaqadir o'sha qiz voyaga yetmaganmi, nimadir bo'lgan, mana shunaqa sabablar bo'lib qolgan. Ulgurmasligi ham mumkin. O'zi lekin ko'pchilik palaylarda mana bu ipi bo'lsa ham oxirigacha yetkazilmagan. Buni ham bir nimasi bo'lgan. Shu atalgan qiz o'zini qiziga to'ldirib bersin. Bizdan keyingi avlodlar to'ldirsin degan ma'noda mana u ham chala qoldirib ketilgan. Ko'p so'zanalarni qarasangiz boshqacha rangda to'ldirib qo'yilgan bo'ladi. Mana shu yerda ham bor edi qaysidir so'zanamizda. Qaysidir bo'laklari boshqacha rangda, ya'ni keyingi avlod to'ldirgan uni. O'sha aynan shu ipni topa olmaydi-ku. Keyin o'zi topgan shunga yaqin rang bilan ikki xil ranglarda to'ldirib qo'yilgan palaylar bo'lgan.
Ma'nosi shu bizadan keyingilar to'ldirsin, avlod davom etsin, shu farzandli shu qizlari to'ldirsin degan ma'noni bildirgan. Palay tikishni o'rgansin degan ma'noda. Shu har bitta palayni so'zanani mana kecha Elmira Gul aytib chiqdilar. Mana shu naqshlarni biz oddiy naqsh deb o'ylaymiz, lekin bular har bittasi o'sha ramziy ma'nosi bor. Asraguvchi, o'sha ko'z teyishidan asraydigan yoki farzand tilaydigan yoki yana nima Baraka beradigan. Har bittasini yomon ko'zdan, yomon aqldan asraydigan har bittasini ma'nolari bor shu yerda. Rahmat. Palaylarni o'qishgan. Haqiqatdan o'qishgan. Bularni mutaxassislari haqiqatdan xuddi kitob singari o'qiydi. Buni har bir naqshi qandaydir bir ma'nosi bor o'zini. Albatta buni mutaxassislar yaxshiroq bilsa kerak. Shu mana shu narsalar aynan Toshkent palayga ko'p yoritilmagan, Toshkent kashtachiligini shu tez yoritish kerak. Kitoblar qilib. Rahmat. Ma'lumotingiz uchun katta rahmat. Ishlaringizga omad tilaymiz. Mohiraxon, charchamang hech qachon. Qo'llaringiz, gul qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin.